Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jollat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 8. Aş vaqti bilan Qashqar shahrining hayvatlik sepiliga Aqsuning qochqin amri agashtirib kelgan mingga yaqin nökrini xotin balari bilan sirtqa qoldirib, o'zi bir necha hamroyini agashtirib, suv darvozasi orqali allaqachon savdo tijorati qizib ketgan Qashqar shahriga kirib keldida, Udul Qashqarning noibi va amri Shahzoda Babachaq sultonning ordusiga qarab mangdi. Ordu darvozasining ikki tarafida 4-8 nafar lashkar beshiga to'pilga, uchtisiga savut kiyib, qilish qalqonlarini tutqunicha xuddi haykaldek surlik qetib turishadi. Darvoza oldiga yetib kelgan Aqsu amri qorovulga qarab vaqirdi. Darhol orduga xabar yetkizinglar. Naib amir Shahzoda Babachaq sulton oliylar bilan ko'rishadigan muhim ishim bor. O'ng tarafda turgan qorovullardan biri kiyim-kechaklari to'limi rassiz, uyqusizlikdan ko'zlari qizirib ketgan, chiroy turqi harg'in bu mehmonlarning bo'yidan beshiga bir qo'r qarayotgandan keyin butunlay to'mir bilan qoplangan eg'ir darvozaning bir qantini kuch bilan ittirib qiya ochdida ishiga kirib yana yepivatdi. Ayol o'tmay darvozaning bir qanti yana g'ichirlab qiya ichildida yilqi qorovul bilan egiz bo'yliq lashkar beshi qopqidan muz yog'dirib chiqib keldi. U mehmonlarga takabburlik bilan bir qarayotgandan keyin to'nglik bilan so'radi. Janobi Shahzoda olilari bugun mehmon qabul qilmaydi. Arz ma'lumotlaringlar bo'lsa, atdigan qabul vaqtida kelinglar. Lashkar beshi gap tugidi deganni qilib kirib ketish uchun kayniga yondi. Jindak ta'xir qisla begin, dedi Aqsu amri. Bizlar kim Aqsuning naib amri bo'lurmiz. Shahzoda Babachaq sulton odilariga yetkazadigan noyitim jiddiy ma'lumot bor. Ta'xirsiz xabar qilsunlar. Aqsuning naib amri Sipahbek mehmonlarning rassiz sangul-sungul üstüveşiga yana bir qatam qarayotgandan keyin masxirlik hijoydi. Senlar kimingni ahmaq qilishmoqchi? Mushu abgoh abting bilan o'zingni Aqsu amri deyishga qandoq petinishding? Mana menga ordu darvozasining lashkar beshi bo'g'li 7-8 yil bo'lib qoldi. Ostandan kelgan talay amirlarni har qaysi yurt aymoqlarning amir beglarini kutib olganman. Senlardek ikki tok sayoqning so'zlaring uchun lashkarlarga tutturib hapsiga so'ltvasammo bo'laveradi. Xayr, atigacha senlarga rahim qilay. Aqsu amri oldirashchilikda hech qanday qasham daramsiz mansabdorlarcha ton sarpoyisiz kelganligi uchun gepiga Sipahbekning ishonmaganligini pamladi. Ammo shu topda bu hakavur sarvoz bilan ortiqcha gap talashib turishga fursat yo'q edi. Necha tumanlagan vahshiy yov Qashqarga qarab, xuddi Dajjolning eshikidek osmon zaminni supurib bostirib kelyotdi. Mana shunday jiddiy paytda uning kallasiga tuyuqsiz bir aql keldi. Qo'yindan zangarrang shoir romanga o'ralgan qo'sh mushtumlik cho'nliqdagi bir tugunchakni oldi. Al, mana bu Sultan Ismoilxon olilari menga o'z qo'li bilan topshirgan Aqsuning naib va amirlik muhri, dedi u shoir romanni yechib. Qo'sh mushtumchilik cho'nliqdagi ilipis shakllik qoshtishi muhrni lashkar beshiga tanglab turib, muhrni darhol Shahzoda olilariga topshirib ber. Navada susluq qilib, salpalla kechiktirdikansan, Shahzodaga deb qo'llarni oldirmay qo'ymayman. To'limi jiddilashgan Aqsu amrining chiroyli chaktirib olgan chor soqollari sezlarlik titrab ketgan edi. Lashkar beshi uning dahshat yig'ib turgan qorchiga ko'zlariga ayminib qardida, qochishi muhrni ikki qo'llab og'nicha lamjim demasdan darvozadan kirib ketdi. Bir jo'gun choy qaynimichilik vaqt o'tganda to'mir darvoza yana g'ichirlab ichildida, qochtishi muhrni ko'tirgunicha orda ishik og'isi Bekavul beg, Devon begi qatorliq bir qancha amirlar chiqib kelgunicha Aqsu amriga ehtirom bildirdi. Assalomu alaykum, muhtaram naib amir janoblari.
Naqabil sarvoz hazratlarini to'niyolmaganligi uchun adabsizlik qilib saqlatib qo'yibdi. Vali ahdi olilari bizlar kim Qashqarning bir necha amallarini oldilariga apu so'rg'ash, o'rdiq taklif qilishga avatdi. Qani, o'rdiga marhamat qilg'aylar. Aqsu amiri bir chatda qo'rqinishdan tamdak tatirib turgan sarvozga lappida birini qarab qo'ydi-da, amirlarning salomini xushchiroy ilik oldi. Yo'qsa, janobi amirlar, sarvozda gunoh yo'q. U o'zining majburiyatini ado qildi. U ortiqcha so'zlab o'tirmay, o'rdiga qadam bosdi-da va o'rdi eshik og'asining yo'l boshlashida udul noib amir saroyga qarab mangdi. Saroyning to'rdagi oltin taxtda Shahzoda Babachaq Sultan mehmonlarni saqlab o'tiradi. U Aqsu amrini ko'rib, o'rnidan turib ehtirom bildirdi. Gerçi Aqsu amri bilan Shahzoda Babachaq Sultanning mansab xulosi tang bo'lsa-mu, ammo Shahzoda vali ahdi bo'lganligi uchun Aqsu amri oldi bilan salom qildi. Assalomu alaykum janobi vali ahdam, dedi u qo'l bog'lab turib. Agah va dana bo'lsinki, Cungar Aqsuyaklarining lakminglagan lashkari azizona Qashqar tamam butkul yer zaminni qoplab bostirib kelmoqda. Men g'ofilligimdan ul bosqinchilarning tuyuqsiz hujumiga bardoshlik berolmay, Aqsu shahrini torttirib qo'yib, ozg'ini navkarlarim bilan muborak huzurlarini panoh tortib qochib keldim. Qapqara tumacha burti, buğday öң chiroyiga xo'ymi yarashgan. Qo'sh ko'zirdan 25-26 yoshlik yigitlarga xos jasorati chaqlab turadigan bo'y bastining egizligidan oltin taxtda o'tirsimi, xuddi o'rtirgandek tuyg'u berdigan Shahzoda Babachaq Sultan bu shum xabarni anglab bir oz taajjublandi. Lavlari allaqandaq bir ishki tuyg'udan titrab turgan Aqsu amrini taxtning yendagi bo'sh kursiga taklif qilib o'tirg'izgandan keyin o'zini tutib olib turib ehtirom bilan so'rdi. Tafsilroq so'zlab bersizlar, ey janobi amir. Bu zodi qandaq ish? Aqsu amri bo'lgan ishlarni yig'inchoqlab tezda bayon qildi. Ey vali ahdam, tezdan yovg'i taqobil turishga hozirlik ko'rgaylar, dedi u gapining oxirida. Ham ostoniga davlat pana xon olilari huzuriga tezdan chaparman mangdurg'aylar. Men janoblarga hamdam bo'lib, ul bosqinchilar bilan irishib, bu arzimas jinimni qurbon qilish badliga gunoyimni yo'g'ayman. Shahzoda Babachaq Sultan yoshligiga baxmay o'zini to'xtatib olgan g'ayur bodir yigit edi. 5 gaz uzunlikdagi bir chorak eg'irlikdagi po'lat naysini xuddi bir tal yekanni ko'tirgandek ko'tirib, tugumanning choqpalgidek chaqmoq tezligida o'yintish mahorati bilan butkul Saidiya tasarrufidagi jonbaz bahodirlar orasida olayda donq chiqargan edi. Nayzvozlikda uning tangdishi yo'q edi. Peshqadam sarkarlar uni Sultan Abdareshid xonga taqqoslab Sultan Abdareshid xonga taqqoslab madilishadi. Mergenlikdə danq çıxarğan Malika möhtərəm xanım bilanmı bir neçə növbət oxuya etişdə sinişib, tanışıb qalğan idi. Canabi əmirlər, dedi Şahzadə Babachaq Sultan ciddi nəzər tərzdə saraydakı əmirlərə təkşi qarab. Əhvaldan to'liq xəbər tapdыңlar. Vəhşi yav bastırıb kelib etibdi. Bəlkім bugün kəş peşin məhəldə yav bilan tutuşub qilishimiz mümkün. Fərman, her qaysı quvuqlarni birdan sarkarda 3000dan lashkar bilan qo'g'daydi. Shahardagi qo'lga qurol tutalg'udek erkaklar hamdam bo'ladi. Qolgan sarkar lashkarlar men bilan birlikda shahar sirtiga chiqib bargoh qurdi. Noinsof bosqinchilarning fosiq qadamlarini buyuk Saidiya tasarrufidan qo'g'lab chiqarmoqcha hargiz jangdan qaytmaymiz. Bizga janobi Alloh Hazreti Ali Shahi Merdan Razullahu anhu pirimiz madadkor bo'g'ay. Babachaq Sultan Yenisar qalasini saqlab yotgan sarkarda lashkarlarni tezdan hamdamga kelish va ostoniga bosqinchi yog'idan xabar yetkazish haqida jiddiy chaparman mangdirib o'tgandan keyin qolgan 15 mingga yaqin sarkarda sarvozlari bilan suv darvozasidan chiqdi-da, yovning oldini to'sib zarba berish uchun Tuman daryosidan 10 necha chaqirim yiroqlikdagi soyda qarorgoh qurdi.
Onunca yurt makanıga yav lashkarlarining bastırıp kelib basqın qilib kelivatqanligidan xabar topgan shahar atrofidagi yezi qishloqlardan kelgan azmatlar o'zligidan 10 ming kishilik fidoi qo'shin bo'lib tashkillanib xon lashkarlariga qaytildi. Shu topda butkul soy Saidiya lashkarlari va ularning lapildab turgan sanoqsiz tug' alamlari bilan to'lib ketgan edi. Bargahi oliga jam bo'lgan sarkarlarning chiroylari jiddiy tus olgan bo'lib, ko'zlaridan yovg'ib bo'lgan nafrat uchqunlari chaqnaydi. To'rda o'tirgan shahzoda Bobochaq Sulton vazmin ohangda so'zlab, jang tadbirlarini o'tirib qo'yib Büyük zaminimizga bastırıp kelishga petingan yovning kuchini sal chaqlashga bo'lmaydi. Biz jang sepimizni imkon bor kengroq tuzib, yovni lashkarlarimizning sonini hozirgidan bir hassa ortiqkan degan tuyg'uga keltirishimiz kerak. Yani bir tarafdan yog'i ko'ringan hamon orqa saptiki oddiy raiyatdan tashkillangan hamdamchi qo'shin tug' shaddilarini egiz ko'tarib, to'xtamay aylanib mengib turg'ay. Bunda qısaq, yav hamdamga kelivatqan Saidiya lashkarlarining texchilar oyog'i uzilmay bitibdi degan tuyg'uga keldi-da, qaramliq bilan hujum qilishga petnamaydi. Xudo xolisa at mushu vaqtcha yavni shu yusunda sarosimiga silib tutib turalisak, ostandan keldigan hamdamchi qo'shinmi yetib kelib bo'ladi. Navada yav to'xtamay bastırıp kelib qolsa, töfangchi va chiqin topchi qo'shin eng avval hujumga o'tadi. Chunki noib amir janoblarining ma'lumotidan qaraganda yov lashkarlari tamomiy otliq ekan. Töfang va chefin top o'qlarining dahshatli portlash sadosi bilan otlarni urkitib, yov sepini patparaqchilikqa silib, hayvasini sundurimizda, ondan o'qiyachi merganlar orqali adibini berib chekindirimiz. Vali ahdi olilarga ma'lum bo'lg'ay. Degenicha bargoyi oliga kirib keldi. Yotishpigi shahzodaning so'zini uzib tashlab, tez-tez so'zlab, "Yov lashkarlarining qarsi ko'rindi. Xabarlandik." dedi shahzoda Bobochaq Sulton o'zini xotirjam tutishga tirishib. U sarkarlarga qarab farmon berdi. "Janobiy sarkarlar, jang tadbirlarini esida mahkam tutqay. Mening buyruqimsiz hech kimning o'z beshimchilik bilan jangga tushishiga ruxsat yo'q. Qani, o'z lashkari sepinglarga qaytinglar." Shahzoda Oqsu amri bilan bargoyi olidan chiqdi. Da qarorgohning oldiga vaqtliq yasalgan kuzatish munarining ustiga chiqib, qarshi tarafga nazar tashladi. Sayning qarshi tarafidagi tog'ning orsidagi quyuq chang to'zon palakka ko'tarilib, ochiq osmonning yuzini butunlay to'sib olgan edi. Xuddi hashar chumillardek son-sanoqsiz yov lashkarlari oshu to'p tuman orsidan dab-daba as-asa bilan bostirib kelyotdi. Bir cho'g'in choy qaynamichilik vaqt o'tganda Jung'ar lashkarlari to'liq ko'rinishga boshladi. Yov bilan Saidiya lashkarlarining orliqi bag'ansiri qisqarib, faqat 2 chaqirimlar orliq qolgan edi. Shahzoda Bobochaq Sulton kuzatish munarida turib, yenidagi Tuğchi bagning qo'lidan qizil ranglik farmon tug'ini oldida lashkarlarga qarab 3 qitim pulanglatdi. Shu hamon Saidiya lashkarlari sepidan minglagan nag'ri-dumboqlar tangli chelindi. Nag'ri-dumboqlardan chiqqan hayvatlik gumbirlash sadosi butkul sayni larziga keltirib titirtibdi. Go'yo chaqmoqchi qilgandek chiqqan bu hayvatlik sadodan bexaraman tizgin serib kelayotgan Mo'ng'ul otlari urkib tipirlashga, kishnashga boshladi. O'zini jahonda tangdassiz sanab, at ustida ko'ranglab o'tirgan Mo'ng'ul lashkarlari o'zini o'ngshilishga ulgurmayla otlardan tik mo'llaq etib tushdi. Yuraklari mujlub vahim ilkida jig'ildidi. Yov lashkarlari sepida birdilla patparaqchilik yuz bergan edi. Urkib ketgan jang otlari egilarini yerga etib etib, yerga yiqilgan lashkarlarni dassab chaylab, taraf-tarafga qechishatdi. Hayvatlik gümbirlash sadolari soyni titirdatdi. Bir oz davom qilgan patparaqchilikda 2000 dan ortiq yov lashkarlari o'z otlarining tuyuqi ostida chayilib ketdi. Shahzoda Bobochaq Sultonning bu nag'ri-dumboq tadbiri dastlabki qadamda önümini ko'rsatib, ko'rang yovning yurgini mujush maqsadiga yetgan edi.
Яу сәркәрләре мең bir жапада жорып yürüp, jang sepini aran ruslab aldı. Bu echinishliq vaqani ko'rib, Qashqarnimi birla tuyuqsiz hujum bilan ilish ham xiyolda kelayotgan Jo'ng'ar aqsuyaklarining xoni G'aldan Beshik To'xonning g'azabdan o'ti teshib ketgan edi. U qarshi tarafdagi butkul sayning tang yerimini tugudek egilab jang sepi tuzgan Saidiya lashkarlariga shundaqla bir nazar tashildi-da, qaramliq bilan jang qilsa o'ziga foydasiz ekanligini his qilib, sarkarlarga darhol yurishni to'xtatib, kayniga 2 chaqirim chekinib, qarorgoh qurishga farmon berdi. Yav lashkarlarining kayniga chekinganini ko'rib, Saidiya lashkarlari sepidan yangragan ayt-huyt sadolari falakka ko'tarildi. Yavning hayvisi dastlabki qadamda sundirilgan edi. Qashqar lashkarlari bilan uchrashmayla burniga yegan G'aldan Beshik To'xonning do'rday kalpuqlari titrab, qiyshiq o'ri ko'zlari hozirla bir kimni tirik yavtidigandek alpozda chakchiyib ketgan edi. Uning bu alpozni ko'rgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon qo'rqinish ham vahimidan o'tqa tushgan qildak to'lg'inatdi. U G'aldanning ko'ziga chiliqib qanmaslikqa tirishadi. Nihoyat Eshon ansirgan ish oxir yuz berdi. Sarkarlar orasidan kimlardir izlagan G'aldanning qiyshiq ko'zlari Xo'ja Hidoyatullo Eshonga kelganda to'xtadi. Sarosima ilkida qolgan Eshonning vujudini qora ter va so'g'uq titrak bosdi. Saidiya tasarrufida tuzuk lashkarning tayini yo'q. Qadimimiz yetganli shaharni xuddi qo'y qo'tinni egilgandek hech qanday kuchimayli egilaymiz degan eding-ku. Xo'ja, ko'rgansan, ularning sepiga kelib qaytilayotgan hamdamchi lashkarlarning texchila oyog'i uzilmayotidi. Tarjimonning har bir jumla so'zlari yuragiga pichoq bo'lib sanjilgan Xo'ja Hidoyatullo Eshonning put-qo'llari sirqirashga boshladi. Uduq-buduq bo'lib og'zi gapga kelmadi. Oq shoydan chaqma kovidak salla o'rvagan beshini to'xtamay gildantatdi. G'aldan yana so'radi. Qani bizga hamdamda bo'ladigan muridlaring, ajab ularning qarsinimi ko'mayaptiman-ku, xo'ja? Tangrim, G'aldan xo'jamga madad berib, uni g'albi nusratga yuzlandirgaysan, uning zulm sitamlaridan o'zing saqlagaysan. Kelidu adalat panoh xo'jam, tumanlagan muridil hidoyatchi so'pi lashkarlarim bugun ati ichida kelib xizmatlarda bo'ladi. G'aldan Hidoyatullo Eshonga yana bir nima deyish uchun eg'izni o'mallab turishiga bargoyi oliga aldirash kirib kelgan choparman yerga mo'qli tizlandi. Shavkatlik Xaqon oliylariga ma'lum bo'lg'ay, Saidiya lashkarlari Nag'ir Sunay chilib jangga undayotidi. G'aldan ortiqcha gap qilmay, chidirdan sirtqa mangdi va chilan to'ruq org'amiqaga bir sakrabla minib lashkarlarning oldiga o'tdi. Gerçi Hidoyatullo Eshon qo'rqib tursimi, uningga so'ngdashdi. G'aldanning o'ng tarafida 15, sol tarafida 15 jami 30 sarkardisi uchisiga beliq qasriqi shakllik mis to'mirdan yasalgan savut kiyvagan bo'lib, jang qurollarini tutishqanicha surilib turishadi. Ularning gohilari beshiga do'polg'a kiyvagan, gohilari yalangboshdoq edi. Şu esnada Saidiya lashkarlari orasidagi Nag'ir Sunay ovozlari to'xtab, tum qora arg'umoqqa minib-olgan Shahzoda Bobochaq Sulton 5 gaz uzunliqdagi po'lat naysini o'ynatganicha ot choptirib chiqdi-da, yov qo'shiniga bir o'q yetim orliq qoldirib to'xtadi. Beshiga olmos ko'z qo'yilgan, yorishimliq yeshil salla o'rib-olgan, uchisiga o'tqashdak qizil zarbob to'n kiyib, belini qoshtishi kamar bilan bog'lab-olgan. Ot ustida o'tirsimi, xuddi o'r turgandek ko'rinadigan Shahzoda Bobochaq Sulton xuddi yilinjab turgan bir parcha yolqindek ko'rinadi. Uning bu so'latlik g'ayur bastiga qarab, yov sarkarlari ixtiyorsiz opirin o'qishdi. Hech qandaq jang kiyimi kiymagan
bu yigitning jasur turqi g'aldan to'shik to'xanning aqlini lol qilgan edi. U yenidagi Hidoyatullo Eshondan so'radi. Aytqina, xo'ja, bu Bahodir Azimat kim? U Dahri Sultan İsmail Xonning shahzodasi, ismi Babachaq Sultan, Qashqarning noib va amri, deb oldirashtinash javob berdi Hidoyatullo Eshon. Mo'g'ul xoni, deb jarangliq ovozda adab bilan so'zildi Babachaq Sultan, oltin rang cho'chuluq yeşil soyvan ostida gedib o'tirgan g'aldanga qarab. Sening saltanting bilan Saydiya saltanati o'tirsida hech qanday nizo adovat yo'q edi. Her ikki hududluq o'z tasarrufidagi zaminga igdorchilik qilib, o'z qavmidagi ra'iyatning xotirjam tirikchiligi uchun saltanat tizginini adolat bilan tutib o'tirmoq lozim edi. Ammo sen ili vodisini egilib olding. Keyin qumul zaminiga besib kirib, ko'p parakanchilik solding. Mana endi qishingdagi avo munofiq Eshonning sehri afsunlariga oldinib, o'zingni chog'lamay bo'sug'imiz tuviga bostirib kirishga petinibsan. Bilginki, o'z qavmiga vafo qilmagan, yotlarni boshlab kirishdan qilchilik orlanmagan bir munofiqdan sana qilchilik vafo kelmaydi. Aqlingni ishqi buyursang, elimi ulgursan. Etingning tizginini darhol orqaga burada, o'z tasarrufingga 100 obro'ying bilan ketib ol. Agar talbi niyatingdan yonmaydi ekansan, uningga mayli. Saidiya tasarrufidagi shir yurak azimatlar sana va lashkarlaringga allaqachon ajal qilishlarini yalang'ochlab qo'ydi. Shuni bilib qolginki, birov yana birovning zimin tuproqini mangulik istilo qila olgan emas. Bu ziminning bag'ridan uzuq olgan har bir odam, har bir giyoh va tog'u toshlargacha sening qiyomatlik dushmaningdir. Tarjimonning so'zlariga birma-bir quloq solib turgan holdan Shahzoda Babachaq Sultonga qoyillik nazari bilan birini qarvatdi-da, "Oli nimalandir?" deb jiddiy qoldirdi. Xo'jasining so'zi tugishi aman tarjimon Babachaq Sultonga qarab so'zladi. Bahodir Azimat, g'aldan Büşk To'xon olilarining javobiga quloq sol. Xon olilari shundoq deydi-ki, biz shuncha safar mushkulotlarni tatib, Qashqarning bu so'g'isiga kelib bo'ldik. Saydiya bahodirlari bilan biror martam jangbozlik mahorati sinashmay ketib qolsak, yuzimizga va shonu shavkatimizga sat bo'lur. Shunglashqa avval erishib baqayli. Biz yengilib qolsak, sendan va xalqingdan apu so'raymizda, darhol orqamizga yonimiz. Navoda sen yengilib qolsang, darhol oldimizga kelib, tizinib gunohingni tilaysan va Qashqarni bizga topshirsan. Baland gap, dedi Shahzoda jarangliq ovozda javob qaytirib. Undaq bo'lsa, xoningga ayt. Mana men shu topda jangga tayyorlanib bo'ldim. Menga o'zi tushsimi, boshqa bahodir sarkarlarini tushirsinmi mayli. Ammo shartim shuki, her ikki tarafdan yo'shirin o'q etib, nomardlarcha qasd qilishga bo'lmaydi. G'aldan sirin tarjimoni orqali Shahzoda Babachaq Sultonning maqsadini bilgandan keyin sarkarlarga qarab vaqirdi. "Qani sarkarlarim, qaysinglar avval maydonga tushib, Abu Saydiya Bahodirning beshini kesib akilib, lashkarlarimizning jasoratini oshirsizlar." Onun so'zi oxirlashib bo'lguncha bir Mo'ng'ul sarkardasi etiga ochiq qamchi soldi-da, Shahzodaga qarab etildi. Talay janglarni ko'rgan 40 yoshda chomisidagi bu yov sarkardasining bo'y basti Shahzoda Babachaq Sultonninkidan qilishmaydi. Chechini beshining cho'qqisidan qo'yib, yelkisigacha o'stirib olgan, o'ng qo'liga bilayzukdak yo'g'onliqda oltin halqa selib olgan Bastek Bahodirning qo'lida uzun sapliq qilish bor edi. U g'aldan Büşk To'xonning eng qayrlik jangbozlik mahorati hammadan ustun sarkardasi edi.
Uning birinchi bo'lib jangga chiqqanligini ko'rgan G'aldan xotirjamlik bilan chiroyiga so'z kulgi yugurtdi. Chaqmaq tezligida ot choptirib kelgan Jo'ng'ar sarkardisining zarb bilan urgan qilichini Shahzoda Babachaq Sulton Po'lat naysi orqali chapdastlik bilan to'sib oldi-da, naysini shaqqida tortib olib, ta'tir cho'rib dastasi bilan Mo'ng'ul sarkardisining naq beshini challab urdi. Shahzodaning bu tuyuqsiz zarbisi yov sarkardisining o'tkir nazridan qechib qutlanmadi. U o'zini chapdastlik bilan o'ng'a tashlab, etining beqiniga chaplashdi. Babachaq Sultanning naysi havoni shartida kesib to'xtadi. Har ikki palvonning yuqori jangbozlik mahoratiga qoyil bo'lgan ikki tarafdagi sarkarda lashkarlar qiyiqas cho'qqalari bilan olqish yangratdi. Shahzoda Babachaq Sultanning Po'lat naysi go'yo tog'larni o'tmi to'shib qilvatgudak qudrat bilan sanjilsa, yov sarkardisining uzun dastlik qilichi xuddi har qanday mustahkam narsani kesib pari-pari qilib etadigandak alpozda chepilatdi. Ammo bu hujumlardan ikkili sarkarda o'zlarini abjillik bilan ilib qochadi yoki chapdastlik bilan mudofaa ko'radi. Ular shu tarzda bir osh peshimigacha erishdi. G'arbiy ufuqqa siljayotgan quyosh bu ajoyib yuqori saviyalik jangbozlik mahoratini tomosha qilishdan qiyolmayotgandek qip-qizil ranglanib, asta-asta ilgirlamoqda edi. Uning qizg'uch nurida kun go'yo bir parcha o'tdek tovlanib, ko'zni qamashtiradi. Nepiz, yengil kiyingan shahzoda bag'azir ruhlanib ketgan bo'lib, bir chorak eg'irlikdagi Po'lat nayzini go'yo bir tal yekanni ko'tirib olgandek abjillik bilan o'ynatib, Mo'ng'ul sarkardisining ko'zlarini olichakman qilib etdi. Shahzoda naysini o'ynatib, goh o'ng yondan, goh so'l yondan hujumga o'tadi. Uchtisiga eg'ir mis savut kiyib olgan Mo'ng'ul sarkardisi qora targa cho'milib ketgan bo'lib, bag'aziri qo'lishamay asrab qolgan edi. Shundaqdimi raqibining beshiga jasorat bilan qilish chapatdi. O'ziga zarb bilan sanjilgan nayzini abjillik bilan to'sitdi. O'ylamabdikanman, Saydiya sarkardlarining orsidami mushundaq shir sifat, bahodir azmatlar borkanda, devatdi G'aldan Böshük Tuğan Shahzodaning jangbozlik mahoratiga qoyil bo'lib. Shu topda u o'z sarkardisining hujumga o'tishidan barbara mudofaaga tushib qolganligini ko'rib, mayusunib qolgan edi. Sakyamuni Amita Buddha, Avalukta Ishvara Buddha, Büyük Açari Dalai Lama Burhanu Hazretim, Saydiya tasarrufida yengilib, sharmandilarcha oqibatga qilishimdan o'zing saqlag'aysan. Sarkarda lashkarlarimga kuch-quvvat ato qilib, bu xalqi yavash, tupriqi munbat zaminni tasarrufimga erishimga madad qilg'aysan. Bu qitimqi yurishda nusrat qozansam, sadoqatman Budda muxlisi bo'lish suhbatim bilan 100 joyga Sangram ibodatxona soldirib, haqiqiy hurmatingga behisob nazr niyoz qilg'ayman. 900 rohibni 9 oy, 900 martaba nom bitik o'qitib, tilovat qildirg'ayman. G'aldan Böshük Tuğanning g'amga petib ko'zni mahkam yumib olganligini ko'rgan yana bir sarkardasi xon xo'jisidan ijozat olmayla etiga qamchi soldi-da, yerib holdan ketay deb qolgan Mo'ng'ul sarkardasiga hamdamda bo'lish uchun uchi ushliq, ikki bizliq qo'sh shamshirni ikki qo'lda polanglatqanicha Shahzoda Babachaq Sultonga tashlandi. Shu hamon Saydiya lashkarlari sepidan Wang Chung ko'tarildi. Nomardlik qildi, lavzida turmadi. Biriga bir chiqmadi imonsizlar. Shahzoda ijozatsiz hech kimning o'z beshimchilik bilan jangga tushishiga ruxsat yo'q deb jikilganligi uchun o'rinbosar amir lashkarmi nima qilishni bilolmay vahim ilgida yog'ochda qetib qolgan edi. Bizmi hamdamga sarkarda chiqirayli, dedi Oqsuv amiri o'rinbosar amir lashkarga qarab. İcazat bəslər sərkərdə. Vəli əhdiga mən həmdəmdə bolay.
Vali ahdining jangbozlik mahorati to'limi yuqori. Yana bir oz savr qilib boqayli. Navoda faqatla tang kelanmay qolsa, hamdamga bosilimi ulgurla. Vali ahdining lashkari farmonini o'z beshimchilik bilan buzishga haddim emas. Shahzoda Babachaq Sultan qilchilik tamtirmasdan ikki yov sarkardisiga taqobil turib Hamdamchi sherkini ko'rgan Mo'ng'ul sarkardisi ham ajri to'kpi qizg'inib, ham shahzodani o'tirib, jangni tezroq oxirlashtirish maqsadida birdilla mudofiadan hujumga o'tib, qolaymaqon qilish urushga tushdi. Shu sababdanmi ularning hujumi faqatli qo'lashmayotdi. Ko'zi itdik, qo'li chaqqan raqibining hujumidan ko'ngildagi vasvasasini bilishga odatlangan shahzoda ikki yov sarkardisining o'tirg'a kirib turib chandurg'andek bir hiyla ishiltibdi. Buni fursat keldi deb hisoblagan boshdagi yov sarkardisi qo'lidagi uzun dastik qilishni shahzodaning beshiga to'g'rilab zarb bilan urdi. Shahzoda chaqmoq tezligida engishdi-da, o'zini qora tulparning qo'rsqig'iga oldi. Vishildab kelgan qilish yana bir yov sarkardisining naq bo'yniga tushdi-da, uning beshi xuddi uzilgan qopoqdek yerga to'ruqlab tushdi. Raqibining damiga tushib, o'z sherkini chepib tashlaganligini ko'rgan yov sarkardisi cho'chib, nima qilarini bilmay tamtirabli qoldi. Dal shu chog'da qora arg'amoqning qo'rsqidan likkida egarga qo'ngan shahzoda Babachaq Sultan texchilar hush kallasini yig'ishqa ulguramagan yov sarkardisining dal yurkini nishonlab zarb bilan nayza urdi. Tangdassiz kuch bilan sanjilgan po'lat nayzining uchi yov sarkardisining ko'krigidagi qasroqliq mis tavutni teshib o'tib dumbisdan chiqdi. Yov sarkardisi nola qilishga ulguramay jon bergan edi. Qarab turib, ikki sarkardisidan ayrilgan g'aldan qattiq cho'chidi-da, qisos ilishga otlangan yana bir sarkardisini tevildiboz chaldirib qaytirib oldi va qo'shiniga 10 chaqirim chekinishga farmon tushirdi. Mo'g'ul lashkarlarining chekinganligini ko'rgan shahzoda Babachaq Sultanmi o'z qo'shinining sepiga qaytdi. Bu chog'da sharqiy ufuqdan ko'tarilgan tun pardasi yeyilishga boshlagan edi. Saidiya lashkarlari kashdagi g'izo uchun dumlab tayyorlab qo'yilgan poloni ishtiho bilan adirash yeyishdi-da, suvsiz sayda tayammum qilibla qazo bo'lib ketgan asr namozini sham namoziga qo'shib o'tib olishdi. Namozini o'tab bo'lgan sarkardalar bargohi oliga yig'ilib, shahzoda Babachaq Sultanning g'alabasini muboraklashdi. Muborak bo'lsin vali ahdi olilari. Ba'ayni Hazreti Ali Shohi Mardon pirimizdek bahodirlik ko'rsatdilar. Yovdashkadirining yurki qipidan chiqib ketdi-g'o deyman. Balkim shu chekinishida oldi kayniga qaramay qochqandi. Hey, natayinjimi, lavzida turamdi u lashkarlar. Lavzida turmasa jojisi o'lim. Yov chekindigandek emas. Uzun sayning u chetidagi tog'ning bag'rida qarorgoh quribdi. Undaqda ehtiyot qilmoqlik kerak. Navoda kechida qarorgohimizni bosqin qilib qolsa, g'aflatda qolmayli. Ul bosqinchilarning lavzida turadigan, turmaydiganligi menga noma'lum, dedi Shahzoda Babachaq Sultan sarkarlarining talash tortishini ko'ngil qo'yib anglagandan keyin so'z elib. Ammo bugun kecha qarorgohimizni bosqin qilishga petlanmaydi. Chunki birinchidan ular Qashqarga tuyuqsiz hujum qilish muddaosida Oqsudan yo'lga chiqqan peti tuzugrak aram ololmaganligi uchun yerib charchidi. Ikkinchidan lashkarlarining jasorati sundi. Uchinchidan bizning lashkariy kuchimizni mo'ljallashga amalsiz qoldi. Bo'ktirmi qo'ydi deb gumonlanadi. Agar qarorgohimizga kechida tegish qilish niyati bo'lsa, tog' bag'riga qarorgoh qurmaydi. Ular bugun kecha xotirjam aram ilivilish uchunla orqa tarafdan tog'ni himoya qilib qarorgoh qurgan. Farmon. Lashkarlar bugun kecha xotirjam aram og'ay. Jesakchilar bir hassa ko'paytirilib, har osh peshim vaqtda bir qitim almashtirilg'ay. Sarkarlar farman bardorlik bildirishib, bargohi oliydan ayrildi-da,
o'z qarorgohlariga tarqashdi. Şahzadə Babacaq Sultanның muloyisi to'g'ri chiqqan edi. Bu kecha tep-tinchli o'tdi.